Usta ko'rmagan shogird haqida eshitganmisizlar? Shunaqa gap eshitganmisizlar? Menimcha bunaqa odamlar Alloh tarafdan berilgan tug'ma talant bo'lsa kerak. Voqeani boshdan o'tkazgan inson shunday so'zlar bilan boshlaydi. Sartaroshlik kasbiga shogird tushib o'rganmaganman, ammo qiziqishim bor. Jiyanlarkini olib turar edim. Rossiyaga borganda moshinka asbob uskuna olgan edim. Armiya vaqtim keldi, 1 oylik armiyaga chaqirtirishdi. 1 oylik armiyaga bordim. 1 oylik armiyada birinchi kuni komandirlar kimi kasbi hunari bor, sartaroshlar bormi? Sartaroshlar bo'lsa chiqsin deb bir-ikki so'rashdi. Hech kim chiqmadi. Men bu kasbni o'zi uncha bilmayman, ammo qiziqishim bor. Haligi joyda shu kasbni eplayman men, qilaman deb chiqdim. Men sartarosh deb chiqdim o'sha yerda. Sen sartaroshmisan, asbob uskunang bormi? Bor uyda. Telefon qil, chaqirtir. Telefon qildim, ertansiga asbob uskunam yetib keldi. Chastayga bitta sartarosh xonasiga olib kirib qo'yishdi. Oddiy askarlarni kirgizishdi. Men birinchi ish boshlayapman. Hech narsani bilmayman, nima qilaman, nima qilay. Eng katta nasatkani qo'ydim. Teppalarini katta nasatkada olib, yonlarini nolda olib, perexotini o'xshatib qo'ydim. Bir xilga askarlar, "Menikini bunaqa qilmang, bunaqa bo'lmasin, jicha oling, o'qiling, bo'qiling" deyapti. Yo'q, komandirlar, bu yerda bunaqa soch bo'lmaydi ekan, kalta soch bo'lardi ekan deb hammani soldatskiy olishni boshladim. O'zi armiyaga arzimagan jindaygina pul bilan ketdim. Armiyadan qaytishda uyga anchagina daromad, anchagina pul bilan qaytdim deb aytishadi. Askarlar 15 ming, 20 ming, 10 mingdan ham berdi. Shunaqa qilib qo'llarim kelishib ketib, soch olishni bilib oldim deb tugatadi voqea egasi. Men bu gapim bilan sartaroshlik oson, kim bo'lsa qilib ketaveradi demoqchi emasman. Har kim o'zi sevgan ishini qilsa, ularga gapirishni o'rgatishni keragi yo'q. Ular o'z ishini ustalari bo'ladi.